Xo'p. O'z shu kam edi. Sizlarga yana yangi o'quvchi keldi. Mumkinmi ustoz? Mumkin kir. Yerga o'tiring. O'zing joyingga o'tir. O'tir. Qilasan. Xullas, anu ingliz tili o'qituvchilar kelmabdi. O'shanga ingliz tili darsini bugun men o'taman sizlarga. Tushundilaringmi? Ne ingliz tili ustoz kelmadilar? Asabimga tegib, anu dekretga chiqib ketibdi u ham. Ustoz, siz bekor ingliz tilini o'tyapsiz-da. Nima? Siz ham bekatga chiqib ketishingiz mumkin. Sasiqcha. Juda ham kulgili gap gapirding hozir. Xullas, anu hozirda savol beraman. Men baqirmalaring. Kim bilsa javob beraversin, bo'ptimi? Xo'p. Maktab nima degani? Maktab. School. School. To'g'ri. Hop, o'rtoq nima degani? O'rtoq. Friend. To'g'ri, malatsi, yaxshi ketyapsizlar. Endi juda ham qiynayman hozir sizlarni. Vashi qiynaladigan savol beraman. Olma nima degani? Olma. Potato. To'g'ri. O'zinday ish qilib. Ustoz, men sizni sinagandim. Men aytayotgan xato javob berdim. Voy, Rahmatjon, men ham seni sinagandim. O'zingni aybingni tan olib, bir nima qilasanmi degandim. Malades, o'zini aybini tan oldi. Ustoz, qanaqa telefon ishlatasiz? Apple. To'g'ri. Endi anu musiqa darsinglar bo'ladi hozir. O'sha musiqani o'tasizlar. Musiqa 5-sinfda o'tiladi-yu. Nima farqing bor 5-sinfdan hozir? Miyini qaragin, Apple qilib o'tiribsan. Kundaligim qolib ketgan ekan. Shumi? Ha, shu. Rahmat. Bugun vaqting qanaqa? Rahmatjon, seni Bonu so'rayotdi. Bugun ko'rishishinglar kerak emasmidi? Покидаю дождливый Ростов мимо